Kino ishqibozlari uchun dam olish kunlarida maza qilib ko'rishga bitta zo'r kino tavsiya. Obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani bosib qo'ying, videoni oxirigacha kuzating. Sizlar bilan yana kinoman. Tasavvur qiling, siz politsiya ofitserisiz. Butun umr qonunni himoya qildingiz, jinoyatchilarni tutdingiz, odamlarni qutqardingiz. Lekin bir kun kelib, o'sha tizim sizni ko'chaga uloqtirib tashladi. O'z-o'zidan savol tug'iladi. Agar qonun sizni himoya qilmasa, siz qonunga hali ham sodiqmisiz? Bugungi filmda aynan shu savolga javob topamiz. Namoyish 2018-yilda bo'lib o'tgan kriminal triller janridagi film. Nomi so'zma-so'z tarjima qilinganda beton bo'ylab sudralganlar degan ma'noni beradi. Bilmadim nimaga bunaqa nom berishgan, shaxsan men o'zim bu filmga qaltis qaror yoki xatarli qaror deb nom bergan bo'lardim. Xo'p, film reytingi Kinopoisk ilovasida 7. Filmda bosh rolni ijro etgan aktyorlar tandemiga e'tibor qarating. Mel Gibson va Vince Vaughn. Ko'pchilik kino tanqidchilar Mel Gibsonning ushbu filmdagi rolini eng yaxshi obrazlaridan biri deb e'tirof etishgan. Bundan tashqari Vince Vaughn bilasizlar, u ko'proq komik aktyor, lekin aynan mana shu filmdagi roli uni o'ta jiddiy obrazlarni ham yarata olishini isbotlab bergan. Yana bir qiziq ma'lumot, film byudjeti $15 million tashkil etib, 2019-yilda eng yaxshi triller, eng yaxshi ssenariy, eng yaxshi aktyor va eng yaxshi grim nominatsiyalari bo'yicha Saturn mukofotiga nomzodi qo'yilgan. Demak, keling endi film syujeti haqida qisqacha to'xtalib o'tadigan bo'lsam. Voqealar markazida ikki politsiya ofitserlari turadi. Birining ismi Brett, ko'p yillardan beri ishlab kelayotgan tajribali xodim. Ammo uni o'ziga yarasha muammolari bor. Kasal rafiqasi, xavfli mahallada yashashi, bundan tashqari oilaviy yetishmovchiliklar. Bularning hammasi uni moliyaviy qiyinchiliklar bosimi ostida qoldirgan. Ikkinchisi Anthony, uning sherigi, nisbatan yosh, kelajakka katta umidlar bilan qaraydi. Tez orada birinchi bor ota bo'lish arafasida. Uni ham kelajakda yaxshigina xarajatlar kutib turibdi. Bir kuni bu ikki film qahramonlarining hayoti butunlay o'zgarib ketadi. Gap shundaki, navbatdagi jinoyatchini hibsga olish jarayonida ular haddan tashqari oshiqcha kuch ishlatganlikda ayblanib, ishdan chetlashtiriladilar. Hibsga olish jarayonidagi qo'pollik videosi ijtimoiy tarmoqlarda tarqab ketadi. Endi oylik maosh yo'q. Boshqa daromad manbaiga ega bo'lmagan bu ikki sheriklarni kelajakda hozirgidan-da battar moliyaviy qiyinchiliklar kutib turgani aniq. Buni tushunib yetgan Brett o'ta qaltis ishga qo'l uradi. U o'z tanishi orqali bankni o'marmoqchi bo'lgan jinoiy guruh haqida xabar topadi. Maqsadi bu jinoiy guruhni jinoyat ustida fosh etib, qonun hukmiga topshirish emas, balki uning o'ljasini qo'lga kiritish. Buning uchun jinoiy guruh ortidan kuzatib borish va fursat kelganda imkoniyatdan foydalanish yetarli deb o'ylaydi. Va bu ishga o'zining sherigi Anthonyni ham ko'ndiradi. Go'yoki hammasi xamirdan qil sug'urgandek oson o'tishiga ishonch komil edi. Ammo biroq jinoiy guruh puxta tayyorgarlik ko'rgan haqiqiy professional qotillar ekanligi vaziyatni o'ta qiyinlashtirib yuboradi. To'g'risi filmning yakuni men uchun haqiqiy emotsional zarba bo'ldi. Chunki birgina qaltis xato ayanchli oqibatlarga olib keldi. Menimcha filmni ko'rib siz ham bir necha daqiqa o'ylanib qolsangiz kerak. Xo'p, filmni qayerdan ko'raman deganlarga, film YouTube'da ham, sifatli formatda va o'zbekchada Alpha Play ilovasida ham bor. Alpha Play ilovasida Kinoman promokodini terib, mazkur filmni bepul ko'rishingiz mumkin. Agar filmni ko'rib bo'lgan bo'lsangiz, o'z fikringizni izohlarda qoldiring. Oldinda bundan ham qiziqarli va yangi kino tavsiyalar sizni kutmoqda. Men esa Kinoman, sizlar bilan keyingi videolarda ko'rishguncha.